Yaxşısınızlar, yeni vloguma hoş geldiniz. Qıtımlıq vlogning Şanxaydagi sayohatimiz bilan başladı. O'g'lim Belgiyaninki 5 yosh vaqtlardan boshlab bir orzusi bor. Dengiz bo'yiga borsam, dengizni ko'rsam, cho'nglan qilsam deydigan. Shunchalik o orzusi shunchalik kuchli-da. Hem shuning uchun o'zi pul yig'yotadi. Hit bayramlarda bo'lsin yoki biz bergan yoki cho'nglar, urug'tuqqanlar bergan pullarni hech qaysini bizga bermaydi. Faqat shu sandiqqa silib dengiz bo'yini ko'radiganga yiqqan. O'g'lim cho'ng bo'lgan sari to'r dunyosidan bo'lsin yoki shu do'yinlardan bo'lsin, Shanxay deyishini ko'rib, yana bir orzusi qo'shildi-da. Shu Shanxay deyishini borsam deydigan. Balkim bu nurg'un kichik bolalarniki, kichik bolalarning emas, balkim hammamizning bir orzusi. Deyishini ko'rsak, masalan, bizmi Shanxay deyishini ko'rmoqman. Qitim bolalarning shatliq to'yini qilganki, biz arayalishimiz tam maslahatlashib, bolalar tushgan, to'yda tushgan pullarga bolalar bir o'yin deb sayohat qilib kelaylik, buni orzusiga bir yetkazaylik deb chiqib qoldik. Ham banada shu banada bizmi deyishini ko'rib oldik-da. Shuning bilan Shanxaydagi sayohatimiz boshlanib ketdi. Biz berishdan 2 kun avval Dishnining o'zining Juti Judian Spake shuni zakaz qilib etgan. O'sha yerda Dishnining 2 tal Juti Judian Spake o'zining shu tujar shusning ichida ekanda. Birsi Loyan Judian bahasi 2400 qo'ydim, 3000 qo'y, 4000 qo'ylar atrofida chiqargan. Biz qo'ygan vaqtimizda shu 3000 qo'y, 3400 ashunda ekan. Ondan yana birsi Vanzong Judian, shu biz o'zimiz yotgan Judian. Buning bahasi 1600 qo'ydim, 1800 qo'y ashla atrofida ekan. Ba'zilarda buning bahasini baldur olmasangiz bahasi o'rlab ketgan. Bu qitimliq sayohatimiz bolaning xo'shaligi uchun bo'lg'achqa bolaga talash fursatini berdik. Loyan Judian yoki Vanzong Judianning ikkisining birisini tanlaganda bolamning kichik vaqtidan boshlab mushtaq o'ti degan bir qo'nchiq bo'ladi. Shuning bilan bu ko'rib bulamsh kesin rasmlarni ko'rib bulamshlarni talayman deb shu Vanzong Judianni tanladi. Ham tanlig'imiz degidek ish qilib ko'nglimiz degidek chiqdi. Shunchalik murahat, shunchalik ish qilib ichiga kirsangiz naq shu kichik bolalarning dunyosiga, qo'nchiq dunyosiga kelib qolgandek bo'lgansiz. Loyan Judian Sitang yoki Vanzong Judian Sitang ikkalasininki Zhouxiang kar degan kar ekan. Shu karta bilan attigini 1 soat burun ruyan qila olasiz deyishniga. Ham attigini o'zlariniki opirib ekildigan avtobusi bor ekan. Bu bilan bu yotoqqa kelib shunchalik bir hayajon, shunchalik bir xushhalda. Bu balamlar emas, hammamiz shunchalik hayajonlanib. Bu yerdagi xizmat xodimlari bo'lsin yoki shu Judian Office bo'lsin, shunchalik sizni bir karton dunyosiga boshlab ketgan. Ondan bu Judian Stin atsi dishniga basangiz o'g'il hissiyat texmi bekbeyizga ish qilib biz bu yotoq bek yarab ketdi. Balam bu bek xushal bo'ldi. Ondan bularni atganlik nashtiligi bor ekan. Lekin bu nashtillikni biz yemayotganmiz. Ondan bu Judian Stin nurg'un o'zining faoliyatlari bor ekan. Bular shogun yasaydigan yoki bular o'yinchi o'ynaydigan televizor ko'rgazma bo'lgan datinsta. Kenchligi bolalarga hikoya aytib berish va angushi bolalarga shu karton filmdagi qo'nchoqlar chiqib, hammasini bolalarni yig'ib bitta hikoyalarni aytib berdigan. Shunchaki ko'ngil ekan. Buning ichiga kelishdan burun o'zinglar yeydigan narsalarni, ichimliklarni tayyorlaydilar. Chunki buning ichida Dishniga o'xshash bahos qimmatroq chiqadigan bir narsaniki, ham faqat shu qo'nchoqlar munosib narsalarni sotadigan. Odatdagi kerakli narsalarni ancha yo'q ekan faqat. Shunday qilsangiz kamayganda bayman qilsangiz, odatdagi do'konlar bilmayman qilsangiz, siz ekan piramitga tujar Judian bilan Dishniga orliqi xiyolom necha o'n chiqargan. Ham bular tujar chuslikmi Judian yotmagan odamlarni qalamqa kirgizmayotgan o'zining kartasi bo'yicha bilan kiritgansiz. Va aynan faqat bir do'kon bir narsani olib berayotgan, lekin o'zining ofisdan boshqa yana ortiq mashina bilan qaraganga ortiq pul to'layotgansiz. Shuning uchun o'zingiz narsalarni kerakli narsalarni adaptation ishlatgan narsalarni hammasini tayyor qilasiz. Belgiya shuning bilan hadini tayyor qilib ketdi. Bu bola shunchalik hayajon o'z munchilar tushib qildi. Endi men kafelan ichibdiman. Endi bu yana kechki manzaralardan sinshan qilib. Endi bu Judiansda o'zining sog'atliq buyumlari bor ekan. Malunga endi bir tal karton junto anandagi kvartiralar bilan egasingiz bo'ldi ekan. Shularni siz sog'at qilib kelgan. Bir oila kishilarningki bir umoq xo'shaylar bor ekan. Shularni sizga sog'at qilib kelgan, shularni taqdimsiz ekanda. Masalan, matosning ichida Shinfrons bor ekan, shuni avasangiz bo'ldi ekan. O'ziniki Jutisiniki kapiyanlari, shunday terjlar bor ekan. Mana o'ziniki Juti terjlar ekan, bu maqa andamada shutiyanlar bor ekan. Bularni so'qilgan. Andama kafelarni mo'ch bularni sanaga sanab bo'lgan. Bu yotoqmashda kafechining shu ichlarimiz to'liq ekan. Andan mahallasi ichida yana bir to'shay bor ekan. Bu to'shayni odatimizdagi ketgan bo'lsa sanab bo'lgan, lekin odatimizdagi ayam to'shayni andan mana xaltisi bor ekan. Shu qilganlardan sanab bo'lgan. Shuning bilan men aytgan tayyorlikqa chiqib ketdim. Aytda biz tejini qirmiz so'nglashqa chiqib sumka tayyorlab oldim. Bu sumkaning ichiga bir tal 100 cent, chunki yomg'ir bor deb uxtadi, shu 100 centdan birini tayyorlab oldik. Ondan yetishing undaq 100 yillarni tayyorlab oldik. Uning ichida bir tal 140 qo'ygan. Shuning uchun o'zinglar oldinga tayyorlab olsanglar, sirtdan olsanglar, ikki qo'yliq narsani uning ichida 40 qo'yib olgansizlar. Ondan menda qo'l qog'ozlarni olibman. Shinjongdan olib kelgan go'shtlar bilamdim, mushlarni tayyorlab oldim. Uning ichida yemak-ichmak bor qilmayotgan ham, eng muhimi biz ularni yemayotganmiz. Nurg'un narsani yemayotganmiz. Sababchi cho'ng o'nga vaqtimiz nurg'un tillarimiz yo'q bo'ldi. Shunga men Shinjongda go'shtlarni pirsilab, shunday yeydigan nonlarni, mushtaq qilishlarni o'zim tayyorlab olgandim.
Bulupmu mən aşı ko'nglimdagidek narsani yemsam, men og'rib qolmanda, shunlashqa mush kelishdan avval bir chamadanqa maxsus yeydigan yemek ishini kimdan saldim. Balkim deyishinglar mumkin, bu yerda nima yo'q deb, lekin bir yerda bir yer berish uchun nurg'un vaqt ketadi. Shu vaqt isrof bo'lmasin deb bir shansga yeydigan narsalarni hammasini tayyorladim oldim. Bugün etdigini men etdigan qo'pib sahar qo'pib balning tinchins besh yaxshi, bitishini yaparman deb shunchalik xo'shal rasmlar tushgan bo'pti. Andan bada biz paydo bo'lib mana qarama bu yerda yotgan odamdan chiqdi. Lekin paydoshni chaqqan kelgan niyalarda bir umaq tiyog'ishlar bor ekanmishlar tatib oldim. Andan etdigini biz baldiroq qilib qarama paydoga chiqib qolgan odamlarning chiqqani. Biz bir soat burun kirgach, anchiqdek qiynalmayman turib oldik. Pishmay qilib qo'yay. Tam baharning lamsa. I messed up tonight. I lost another fight. Asked to myself, but I'll just start again. I keep falling down. I keep on hitting the ground, but I always get up now to see what's next. Birds don't just fly, they fall down and get up. Nobody learns without getting it wrong. I won't give up, no I won't give in till I reach the end, and then I'll start again. Ishini qilib kirib oldik. Bu bolamning xo'shalligini miyada qalqon chiqarib, chunki xo'shalma kiyimlardan yarishib ketgan chu bunga. Men kelishdan burun do'yin qarsam, ishtaq yedoyi qo'njalar bor ekan. To'q chiqdan do'yin itmasga o'zalik qo'y, yedoyi qilsa 800 qo'y deb. Shumush ishdan kirib turishimiz qilan bir adash oldimizga uchrab qoldik. Do'yi qo'nja tek qilamsizlar 600 qo'y deb. Shuni bilan men tez qildim. Pegirmagan vaqtlam yo'lchim bo'l qilaydi deb shuni qivatdik 600 qo'yga. Endi buni oldida men pek cho'jiya bo'lgandim-chu. Endi bu qo'nja taklif qilsangiz paydo bo'lmaysiz degan gap emas. O'xish paydo tursiz, faqat bular sizga qanaqa qilsa vaqtni isrof qilmay o'yin qilib bo'ldi degan shunday sizni ipmoq etganda, o'sha o'yinlarning 12 xil o'yindan 18 xil o'yingacha sizni o'yintib chiqargan. Yoki qo'nja taklif qilmay, shamu sutun qilsangizmi bo'ldi ekan. Men 2 birsini jo'jiya qilgan vaqtimda kirib turishimga texnik qallamda o'tkazib bo'lmagan vaqtda muhadaj uchrab qilib mani qilib qoldik. Endi ilqib bir o'yinni tez suratda cho'qim hammasini o'ynayman deganlarga bo'lgan. Lekin meningki xiyolimda buni faqat o'ynashlar emas, mushkulchilarni shansho qilishda, bular bilan qo'njalar bilan o'ynasangiz yugurib turib o'ynaysizlar ekan. Odatda o'zimiz masalan ko'rib, oldirmay, az o'yin o'ynasaqmi, lekin shansho qilib o'ynashni yaxshi ko'rmanda, lekin bularga siz jugat etayotganda, mushkayindan juguraysizki, oning kayindan ma'no o'ynab, ma'no kayindan o'ynaysiz deb. Shunday sizni anfaq o'tgan. Buni men ancha yaxshi ko'rmadim. Ham bekmi to'ygan qilib ketmayman. Shunday 25 tal o'yin bormi? 25 taldan chiqarib o'yin bo'lgan. Mushlarning ishi 20 mingdek o'ynab chiqar ekan. Shamu sutun olsangiz, paydo emasdan qanday qilsangiz paydo qilib o'tgansiz. Chunki sizning shamu sutunga xashligan pulingizning nurg'un odamlarning xashligichiligi bor, yey borganligi xashliyalaydi. Shunga shamu sutunga o'xshash paydo, odatda texnik paydo masalan qo'nja olsangiz men o'xshash paydo yashan ekan. Lekin endi qo'njaning mu yaxshi yeri shu. Bular qaysi o'yinga qancha vaqt ketadi, boshlanmasini bilganda, shunga qismcha qancha oldin qaysi o'yinlarda odam oz boshlanib sizdan burun berib ko'rib, unda siz chiqcha yo'l boshlab bor ekan. Sumkangizni ko'tarib balangizni yetkazib qashqa fo'llar bor ekan shu. Undan buni ishda o'ynaydigan o'yinlarning tavsiyasi bo'lsa, o'sha janobiy haytoni chiqib o'yinlarga teknikasiga bo'lsa, undan funkan to'g'ri mo ashu mutayizga amsa, qani birlikda ko'raylik. 就得我追死他！滚呗！过瘾吗？现在咱们来分宝。Yeydigan narsalarni yuvag'ashqa paydo to'g'ash qo'sqimizni to'yg'azdiqda vaqtni bek isrof bo'lmadi. Andim mani o'ynagan to'q bu bek qo'rqinchlikka chiqib men boshlab bilmabdimanki. Vahshiy qo'rqdim men balam qarab turib, men qachon belgilar tushib ketayam shuning ichidan deb. Andim bunda bir teatr ko'ribdik. Bu teatr men Michiloshun bek yaxshi ko'rman. Shuni birdan ko'rib, yirib qapdim men shuni olaman. Axir qo'rqib ketdim. 但是这是男的呀。我喜欢这个。好。 Adam o'sha biraq rasmlar tushib, chinyanpinglarni olgan bo'ldik. Ma balam yerib, mag'dur degan narsa qamdi ham yog'ani kulishini ko'mamsizlar. Adam o'sha ikkisini biraq rasmlar shpinglar tatibdik. Endi men o'zim chashqan yillik bo'lg'achqa, Michilosh shundan oldi. Endi men shokolan yapdik. Endi men o'ylab o'ynabdik, qichiq o'yinlarni tatmadim.
Bularninki yo'yin xodons başlanıp ketdi. Şunun bilan biz bir baldur berib bir o'rinni peyze o'rinda birini tappagan to'q mishadi saqlab turdik. Bu yerda Mitilo shuningki qunchqina vaqashqa bu men bilan tan xodon qildi. Bek umaq. Mishlarning rotisidagi qunchaqlarni yakimishda papachilan avasanglar bular birinchi qara xodon qilgan. Bu shunun bilan bizning dishnetik o'yinimiz tugdi. Kesgan qani ko'mdik chunki bek charchab ketdik. Andan Shanxaydagi yana bir kunimizda Shanxay Ziranbo qo'yinga biribdik. Balninki ko'nglini bek ko'p isbatli shunlamishga keldik. Piyaning beltini ashu Gongzhou House'dan oldin ola zakaz qilasanglar, bir adam 12 qo'ygan ekan. Lekin biz oldin ola zakaz qilmag'achqa bu biletlarni ashu Gongzhou House'dan boshqa setib olib ketib, anadagi boshqalarning qo'lidan olsanglar, beklam qimmat bo'lib ketganda, mush uchimizning belti 500 nechta qo'y, 600 qo'y qilib keldik. Piya kirish uchun jiq vaqtdan ketmaydigan, yarim kun vaqtdan ajratsanglar ham yetarli ekan. Kirsanglar ham madaqtao yo'qninki jizisini ijara bergan ekan. Agar balning bayaq jiq savollari bo'lib qolsa, mushundan birini ijaraga bersanglar, shu nim savol so'rasa, nim savollar bo'lsa, mushundan so'rash bo'ldi ekan. Che fang papa mama demdik. Mau shizil qarab pek kulibdimi, ammo pek qizg'arliqga man yasab qo'ygan. Ko'ziga qaranglar xil-xil Andan bugun ishida shu yo'mishinda yasab qo'ygan to'ng mashinlar, ana lekin biyoq bilan ishda bir narsalar ekan. Bu bek peyizga. Chiqib bir ko'rib ketishga arziydi ekan. Andan Sultan degan turklarning bir oshxonasi ekan. Misha kirib tamoq yegan bo'ldik. Bu yana bu tamoqlarga bek o'xshayotgan misha kelganlar, Shanxayga kelganlar cho'qib kelib ketaman peyizga. Yana bir kuni bo'lsa, mening 30 yillik do'stim Zakarinem bilan ko'rishdim. Bu misiyada ishlaydi. Shundan bilan ko'rishib, bu kuni bu sizlarni aylantiray deb bu aylantirdik. Ladies and gentlemen, welcome to Shanghai. Step into China's world of advanced transportation and stunning architecture. Join me as we explore Shanghai's vibrant cityscape under the evening lights. O'zingda mani nari etolmaysan. Jonim haydama mani yo'qotib qo'ysang topolmaysan. Sevgingni endi tama unutolmayman. Nahot endi jonim ham rashklaringdan qutulolmayman. Boshida katta va'dalanib Anda Billy'ning bek trend house patiga shuni bilan men trend tutdik. Buning biridan 150 qo'ygan, lekin odatda 2 qo'yliq birgan biri kiyimiz pakka. Bu kiyimsi boldirlam ishdan chiqib ketgan. Agar boldirib kelsan, shuni unutsanglarmi, tiyangansi o'xshash deydi. Shuning bilan Shanxayga vlogimiz oxirlashdi. Sirikmay ko'rib misakach ko'rganlar rahmat. Bu da vlogimni ko'rishaylamsa, xayr xo'sh.